iPhone Air 5.6 mm dunyo uni eng ingichka smartfon deb maqtadi, lekin bir dona kamerasi bor. Samsung Galaxy S25 Edge modeli u ham ingichka smartfon, lekin batareykasi bir kunga yetib berishi juda ham qiyin. Xullas, Apple ham Samsung ham bu ingichkalik uchun smartfonlardan ba'zi narsalarni qurbon qildi. Honor esa hech narsani qurbon qilmadi. Tanishing 601 mm, og'irligi 155 gram, lekin ichida 5500 mAh lik batareyka turibdi. 3 ta kamera, kuchli protsessor, 80 wattlik zaryadlash, IP68, hattoki Wi-Fi 7 eng oxirgi texnologiya. Bu Honor Magic 8 Pro Air modeli. Bu smartfon 2026-yilning eng aqlli va eng ingichka smartfoni bo'la oladimi yo'qmi? Bugungi videoda mana shu haqida gaplashamiz. Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, hammalarga assalomu alaykum. Mana bu smartfonni men bir necha kunlardan beri ishlatib kelyapman. Esingizda bo'lsa, bu smartfonni biz Instagram sahifamizda birgalikda unpacking qilganmiz, qisqacha obzor qilganmiz. Aynan o'sha videoni kommentariyasiga juda ham ko'p obunachilarimiz yozishibdi. YouTube'da to'liqroq obzor qilib bering, batafsil obzor qilib bering deb. Mana shu videoda bu smartfonni sizlarga to'liq potensialini ochib berishga harakat qilaman. Ya'ni protsessori qanaqa, o'zi qanaqa ishlaydi, kamera sifati qanaqa, batareykasi qanchaga yetib berdi. Umuman olganda smartfon kimlar uchun emas. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Birinchi bo'lib qo'lga ushlagandagi hisni tushuntirib beraman. G'ishtdek 230 grammlik telefonlardan kelgan buni ushlasangiz haqiqiy komfortni his qilasiz. Agarda cho'ntakka solsangiz borligini ham bilmaysiz. Lekin bu yangilik arzon plastik hisobiga qilmagan. Toza metal ramka va shisha korpus. Eng qizig'i shunaqa ingichka bo'lishiga qaramay IP68 va IP69 suvdan himoya standartlarini saqlab qolishgan. Ya'ni suvga botirasizmi, suvga cho'ktirasizmi, bu modelga umuman farqi yo'q. Honor kompaniyasi yana bitta yo'nalishda o'zini kuchini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni batareyka bo'yicha yaqqol ustunlikka ega bo'ldi. Kamerada juda ham zo'r natijalarni ko'rsatdi. O'yin uchun alohida modellar chiqardi. Hech kim ishlatmagan, ya'ni mashinaga ishlatilgan materiallarni ham ishlatdi. Endi o'rtoqlar, mana ingichkaligi bo'yicha ham qo'limdan keladi degan maqsadda mukammal darajada chiqarib berishga harakat qildi. Ya'ni unisidan chopmadi, bunisidan chopmadi va shu qatorda slim model, ya'ni ingichka smartfon ishlab chiqarish qo'lidan kelishini isbotlab qo'ydi. O'rtoqlar, qaranglar, bu model iPhone Airdan ozgina qalinroq. Ya'ni iPhone Air 5.6 mm bo'lsa, Honor modelimiz 601 mm, lekin shunaqa qalin bo'lganga yarasha juda ham zo'r ustunliklarga ega. Video davomida hozir o'zingizlar bilib olasizlar qanaqa taraflama ustunligini. Batareykasi hozircha Air va Slim, ya'ni ingichka modellar orasida eng kuchlisi hisoblanadi. Chunki 5500 mAh lik batareyka bilan jihozlangan. Nazarimda Honor fizika qonunlarini buzganga o'xshaydi. Chunki smartfon juda ingichka, lekin batareykasi prosta super. 80 wattgacha zaryadga oladi. Hattoki simsiz zaryadlashni ham qo'llab-quvvatlaydi 50 wattgacha. Smartfonni ishlatishim davomida batareykasiga e'tibor berib turdim. Kamerani ishlatayotganimda, ya'ni video syomka qilayotganimda nazarimda batareyka ko'proq ketgandek tuyuldi. Lekin o'yin o'ynaganimda unaqa bo'lmadi. Oddiy ishlatishga, ya'ni standart holatda ishlashiga umuman gap so'z e'tiroz yo'q. Batareyka anchaga yetib berdi. Men o'ylashimcha, o'rtacha ishlatishga bu smartfon 2 kungacha yetib beradi. Agarda hamma narsadan bemalol foydalanib ishlatsa, 1 kunga yetib beradi. Endi smartfonni displeyga to'xtaladigan bo'lsak, bu modelda ixchamgina 631 jumli tekis ishlangan LTPO OLED displey turibdi. Yorqinligi naqd 6000 nit. Tasavvur qilasizmi? Siz bu displey bilan quyoshda bemalol ijtimoiy tarmoqlardan foydalansangiz bo'ladi. Batareykasi ekonom bo'lishiga yana bitta sabab yangilanish tezligi. Bu smartfon 1 GHz dan 1 MHz gacha qo'llab-quvvatlaydi. O'zi avtomatik tarzda ilovaga qarab ishlaydi. Media uchun Dolby Vision ham bor ekan. Displey ramkasini unutib qo'yishmagan. Smartfon maksimal darajada premium ko'rinishga kelish uchun korpusning 90% ni egallab turibdi. Menga eng yoqqan jihati always on ishlashi. Ya'ni blokka solganda va blokdan ochganda animatsiyalari ko'zga juda ham yoqimli ko'rindi. Xullas, displey haqiqiy flagman displeyi. Xo'sh, o'rtoqlar, endi kapotni ochadigan bo'lsak, bu modelning akasi bo'lgan Honor Magic 8 Pro da Snapdragon protsessor turgan edi. Bu modelda esa 3 nanometrlik MediaTek Dimensity 9500 protsessor turibdi. Bitta eslatma, aynan mana shu protsessor Vivo X300 Pro modelida ham qo'llanilgan. Xullas, bu protsessor 421 GHz chastotада ishlaydi. Bu degani smartfon qotib qoldi yoki mana bu ilovani ko'tara olmadi degan gaplar bu model uchun umuman begona, chunki protsessor eng oxirgi kuchli protsessorlardan. Keling o'rtoqlar, endi bu smartfonni ishlash potensialini ko'rsatib beraman. Smartfon juda ham tezkor, ya'ni smartfonni qanaqadir qotishlar yoki biron-bir uzilishlar yo'q, juda ham zo'r ishlayapti. Hattoki men o'zim tekshirdim. Zaryadkasi kam qolgan holatga olib keldim, ya'ni 1% gacha olib keldim. Mana shu holatda ham, ya'ni to'g'ri hozir to'ldirib qo'yganman. Mana shu holatda ham o'zini juda ham zo'r ko'rsatdi. Bu smartfonni men Antutu'da test qilib ko'rdim. O'rtoqlar, mana sizlarga hozir Antutu natijasini ko'rsataman. Salkam 2.700.000 ball yig'gan. Bu juda ham zo'r. Keyin o'rtoqlar, bu smartfon o'zi aslida o'yin uchun mo'ljallanmagan, lekin ko'rayotganingizdek o'rtoqlar, Game Space degan o'zini mana shunaqa zavaskor funksiyasi bor. Buni ochadigan bo'lsak, smartfoningizdagi bor o'yinlarni o'zi bu joyda analiz qiladi, mana shu joyga chiqarib beradi. Mana shu orqali biz o'yinga kirsak bo'ladi.
Lekin o'rtoqlar bu model o'yinda sizga ozgina noqulaylik tug'dirishi mumkin, chunki o'rtoqlar smartfon juda ham kichkina o'rtoqlar, qo'lga unaqa zo'r tushmayapti. Qarang, shunaqa bo'lishiga qaramay, smartfonimizda PUBG o'yinini hozir sizga ko'rsataman. 90 FPS gacha, ya'ni misol uchun mana betadan foydalansak ham, xullas 90 FPS dan u yog'ini ko'tarmayapti. Balki keyinchalik 120 qo'shilishi mumkin. Hozircha o'rtoqlar 90 FPS o'ynasa bo'lar ekan. Lekin o'rtoqlar qaranglar, mana shunaqa joy bor. Ya'ni bu joydan o'yinga tegishli nastroykalarni sozlasangiz bo'ladi. FPS ko'rsatyapti, misol uchun sizni internet settingizni ko'rsatyapti. Balans, ya'ni igrada turibdi. Buni ekonomiga ham o'tkazsa bo'ladi. Akkumulyator ko'rsatar ekan, yarkis ko'rsatangiz bo'lar ekan yoki uchras. Xullas, bu joydan misol uchun izobrazheniyani ulучшение qilsa bo'lar ekan va o'rtoqlar juda ham ko'p funksiyalari bor ekan mana bu joyda. Misol uchun qarang, o'zi o'yinga mo'ljallanmagan deb o'ylayman-da bu smartfonni, lekin qarang qancha narsa qo'shib tashlagan. Xullas, mana shu joyga men ozgina qoyil qolgandek bo'ldim. Xullas, o'rtoqlar PUBG da mabodo qiziq bo'lsa, o'zi aslida bu o'yin o'ynamaydi buni olgan odamlar, lekin agarda sizlarga qiziq bo'lsa, mana 90 FPS gacha bu smartfonimizda ishlab berar ekan. Xo'sh, o'rtoqlar, yana kamchiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, Play Market Zavadskoy bo'lmaydi. Endi bu kimgadir kamchilik, kimgadir bu hech narsa emas. Buni men tashqaridan yuklab oldim. Mana shunaqa xitoycha yozuvlar bo'ladi. Agarda sotib oladigan bo'lsangiz, bularni o'chirib tashlashga to'g'ri keladi. Xullas, bu sizga umuman kerak emas. Qarang, smartfon Xitoy uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa, mana shu narsasini o'rtoqlar men hurmat qildim, chunki o'rtoqlar ba'zi modellarda hattoki rus tili ham yo'q, aynan Xitoy uchun ishlab chiqarilgan telefonlarda, lekin tan olish kerak o'rtoqlar, Honor mana shu joyga gap yo zo'r ish qilgan. O'rtoqlar, hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Ya'ni bu modelda o'zbek tili bor. Mana hozir o'zbek tiliga qo'yamiz, izminit qilamiz. Ko'rayotganingizdek o'rtoqlar, smartfonni siz Xitoy uchun ishlab chiqarilgan bo'lsa ham bemalol mana sozlamalar, xotira, privacy, ya'ni privacy security ni tarjima qila olmagan menimcha. Xullas, 98% bu smartfon o'zbek tilida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mobil tarmoq mana Bluetooth, mana misol uchun galereyaga kiradigan bo'lsa agar, mana galereyasida ham hammasi mana ko'rayotganingizdek suratlar, albomlar, xotiralar hammasi o'zbek tilida. Va o'rtoqlar, smartfon boshqa flagman Hondalar kabi o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin Magic OS 10 bilan taqdim etildi. Operativkasi 16 GB va yana qo'shimcha virtual 16 GB operativga qo'shsa bo'ladi. Kuchaytirilgan chip, ya'ni qo'shimcha yana Honor E2 degan chipi ham bor. Xullas, o'rtoqlar, smartfon umuman olganda flagman, ya'ni boshqa flagmanlarda nima bo'lsa, bunda ham xuddi shu narsani joylashgan gap yo'q. Shunaqa ingichka smartfonga shuncha narsa qilingan. Mana shu joyga o'rtoqlar, menimcha bitta like bosib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Shu fursatdan foydalanib, o'rtoqlar, men sizlarga bu smartfonni hozir to'plamlari bilan tanishtirib ketishim kerak, chunki videoni boshida bu haqida men gapirmagan edim. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa kravatcha va shunaqa qog'ozlar chiqadi va o'rtoqlar, mana buni ichida adashmasam chexol, agarda chexol bor edi, chunki men uni olib qaqqadir qo'yib qo'ydim deb o'yladim, lekin korobkasiga solib qo'ygan ekanman. Mana shunaqa plastmasali chexolimiz chiqar ekan va o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kabel u tayyor. Endi menga mana shu narsa juda ham yoqdi. 80 vatli tezkor adapter chiqishi menga juda ham yoqdi. O'rtoqlar, salkam 30 yoki 40 dollar turadigan narsa. Va o'rtoqlar, komplektimiz shundan iborat edi. Adapter bor, kabel bor, chexolimiz bor. Xullas, to'plam shundan iborat. Mana shunaqa smartfonlarni qayerdan olasiz? Bunaqa smartfonlar O'zbekistonda deyarli sotilmaydi-ku degan savollar juda ham ko'p. O'rtoqlar, bilasizlarmi? Men sizlarga 2 yildan beri Ag'zab Marketda tavsiya qilib kelyapman. Chunki o'rtoqlar, bunaqa ishlarni professionali bu Ag'zab Market. Telegramga kirasiz, poyizga Ag'zab Market deb yozasiz, mana shu kanal chiqib keladi. Aynan mana shu kanalga obuna bo'lsangiz, har doim mana shunaqa noodatiy smartfonlarni, ya'ni kamera fon, igrovoy smartfonlarni narxlaridan xabardor bo'lib turasiz. Biron bir smartfon yoqib qolsa, adminga murojaat qilasiz. Admin sizga qisqa vaqt ichida mana shu smartfonni sizga yetkazib berishadi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Nega endi Ag'zab Market deb? Chunki qulayliklar juda ham ko'p. Misol uchun bosh to'lov bor yo'g'i 30 yoki 40 dollar to'laysiz, qolgan pulni telefonni qo'lingizga olgandan keyin berasiz. Keyin do'kon sarson bo'lmaysiz. Siz onlayn zakaz qilasiz va uyingiz qayerda bo'lishiga qat'iy nazar O'zbekistonda yashasangiz bo'ldi. Xohlagan joyingizga yetkazib berishadi. Xullas, tajribali va ishonchli bo'lgani uchun men sizlarga doim Ag'zab Marketni tavsiya qilaman. Smartfon zakaz qilish bo'yicha. Endi yon tarafdagi mana bu knopkaga qisqacha to'xtalib ketamiz. Qarang, smartfon kamera smartfoni emas, lekin bu modelga ham mana shunaqa knopka joylashtirishgan. Men bu narsasiga gap yo'q deb qolaman, o'rtoqlar. Men o'ylaymanki, qaysidir telefonlardan ortda qolgisi kelmayaptimi deb o'yladim. Endi bu balki bu meni shaxsiy fikrim, albatta o'rtoqlar, men qanaqadir bu smartfonlarni kritika qilish niyatim yo'q. Qaranglar. Xo'p, knopka nima qilib beradi? Knopka uchun alohida bo'lim bor. Hozir men sizlarga bu bo'limni ko'rsaman. Mana AI button. AI button kiradigan bo'lsa, endi interfeyslari ham ozgina o'xshab ketar ekan-da, o'rtoqlar, bu narsa. Ya'ni iPhone'nikiga ozgina o'xshab ketar ekan. Xo'p, qaranglar, bu joyda nima bor? Yo agent ishlatsak bo'lar ekan, ya'ni bezuk qilsak bo'lar ekan, fonarik qo'yamiz. Hop, kamera, chat bor ekan. Misol uchun asosan AI ga urg'u berilgan ekan bu knopkada. Ko'rasizlarmi? Hammasi AI bo'yotibdi.
Xo'p, misol uchun buni biz bosib turadigan bo'lsak, to'g'ri AI ishlaydi. Hozir menda Honor ID yo'ligi uchun ochilmayapti, lekin menga yoqqan narsasi bir marta bosamiz, kamera ochiladi va orqali biz syomkadan oldin misol uchun zoom imkoniyatlaridan foydalansak ham bo'lardi. Lekin bitta narsa hozir joyida qiziq bo'lib qoldi menga. Agarda zaps qiladigan bo'lsak-chi, zaps qilayotganimiz ham o'rtoqlar hattoki bu knopkadan bemalol biz foydalansak bo'lar ekan. Xullas o'rtoqlar, bu knopka menga juda ham yoqdi. Ya'ni smartfon ingichka bo'ldi, faqat ergonomika ekan deb misol uchun chetga chiqarib qo'yishmadi. Bu smartfonga juda ham katta narsalar qilindi va shu qatorda qarang, knopka ham qo'yishibdi. Esingizda bo'lsa, iPhone Air taqdim etilganda juda ham ko'pchilik uni dinamikasidan noligan, ya'ni dinamikasi, mono dinamikasi past chiqarar ekan deb. Xullas, Honor mana shu vaziyatdan juda ham zo'r foydalanib qoldi. Ya'ni iPhone Air mono dinamika bilan chiqqan bo'lsa, Honor Air o'rtoqlar stereo dinamika bilan taqdim etildi. Ya'ni tepasida ham bor o'rtoqlar, pastda ham bor. Keling o'rtoqlar sifatini bitta sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Bitta muzika tayyorlab qo'ygan edim. Hozir mana shu holatda tekshiramiz. Ya'ni tepasida ham bor dinamika, asosiysi baribir pastki qismidagi bo'ladi. Xo'p, play bosamiz. Yopaman. Pastki qismi yopildi. O'rtoqlar, dinamikasini unaqa vohmali darajada buzib yuboryapti deb aytolmayman. To'g'ri, ikkita dinamika bor aslida. Misol uchun pastki qismini yopadigan bo'lsak, tepa qismidan chiqaryapti, lekin juda ham past, juda ham past. Men aytmoqchi bo'lganim, ozgina pastroq, lekin sifat yaxshi ekan. Sifat taraflari menga yoqdi, lekin ozgina baribir pastroq. Chunki smartfonlar ingichka bo'lganligi uchun dinamikalar ham o'rtoqlar ingichka. Xullas, Honor kompaniyasi men o'ylashimcha shunaqa narsa qo'yibdiki, ya'ni smartfon ingichka bo'lsa ham mana biz ikkita dinamika qo'ydik degan narsani menimcha ko'rsatib beryapti. To'g'ri, ozgina pastroq, lekin baribir o'rtoqlar bu smartfonda ikkita dinamika bor. Xo'sh, kamerasi raqamlarda zo'r ekan. Ya'ni ikkita 50 megapikselli kamerasi bor. Hattoki selfie kamerasi ham 50 megapiksel, 64 megapikselli teleobjektiv kamerasi bor ekan. Amaldachi, amalda ham kamerasi zo'rmi degan savol tug'iladi. Marhamat, yoqimli tomosha, men bu smartfonni foto va video imkoniyatlarini test qilib ko'rdim. Sifatiga o'zingizlar kommentariyada baho berib ketinglar. Shiri kamerasidan boshlaymiz, ya'ni 07 dan Islom markaziga keldik. Juda ham zo'r joy, yaqindan ochildi. Xo'p, bu 07. Hozir sekin-sekin yaqinlashtiramiz. Bu 1, ko'rishlar mumkin 1, bu 2, bu optik 3.2. Xo'p, sifat yaxshi. Hozircha sifat o'zini ushlab turibdi. Misol uchun daraxtlarda, ranglarda va o'rtoqlar binolarni yaxshi detalizatsiya qilyapti. Endi maksimal videoda yaqinlashtiramiz. Xo'p, mana bu 5, mana bu 5. Hozir 5 ta syomka qilamiz. Ko'rasizlarmi? Zo'r detalizatsiya qilyapti. Endi 10. 10 da ham o'rtoqlar yomon emas. Qaranglar. Yomon emas. Qarang, bitta qaytaraman. 07. Mana bu esa hozir 10. Mana 10 da bemalol mana devordagi shu yozuvlar bo'lsa, yozuvlar yoki naqshlar bo'lsa, naqshlar hammasi ko'rinyapti. Xullas, asosiy kamerasida shunaqa gaplar. Misol uchun mana bu joyda ham aytaylik, mana shunaqa joylar bor ekan. Yaxshi. Endi qaranglar, hozir bu smartfonda shu bokeh degan rejim bor. Shu rejimga qo'yib turib, orqani portret qilishga harakat qilyapmiz. Men bitta narsaga hayron bo'lib qoldim. Hozir binolarni videoga olganimda binolarni nisbatan yaxshiroq ko'rsatdi. Yaxshi detalizatsiya qilyapti. Stabilizatsiya shu 12 ta ham yaxshi ushlayapti. Lekin standart holatda, misol uchun hozir bu bokehdan tashqari oddiy birda odamni oladigan bo'lsam, nazarimda xuddi Samsung A seriyasiga o'xshab turib, video olayotganga o'xshaydi. Bilasizlar, A seriyada yuzlarni detalizatsiya qila olmaydi. Yashil rang bilan yuz rangi chiqisha olmaydi. Ozgina xiralashtirib qo'yadi. Xuddi shunaqa olayotganga o'xshaydi. Lekin binoni oladigan bo'lsam, zoom qiladigan bo'lsam, yaxshi syomka qilyapti. Mana shu joyga men ozgina tushunmagandek bo'ldi. Hozir aynan o'shanaqa, ya'ni men aytayotgan videoni ham sizlarga ko'rsaman. Hozir bu o'sha pro rejimda syomka qilyapti deb aytiladi. Hozir standart holatda ham ko'rsaman. Bu smartfonning kamerasi men nima deyotganimni. Qarang, endi bu hozir standart holatda shu 4K 60 fps ga qo'yilgan bokeh, ya'ni portret rejimi emas, bu oddiy rejimda 1x ta syomka qilyapti. Mana shu narsani aytolman sizlarga, 1x ta qanaqadir xuddichi A seriyalarga o'xshab, Samsung oddiy modeliga o'xshab syomka qilyapti-da. Shu boya aytganimdek, binoni oladigan bo'lsam, o'sha binolarni detalizatsiya qiladigan bo'lsam, nisbatan yaxshiroq syomka qilyapti. Menimcha sizlarga ham shunaqa tuyuldi deb o'ylayman. O'rtoqlar, albatta o'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu smartfonning kamerasi haqida menga sizlarning fikringiz har doimgidek juda ham qiziq bo'ladi. Davom etamiz. Selfie kamerasi 4K 60 fps da syomka qilar ekan. Selfie kamerasi o'rtoqlar, misol uchun mana video yozyapti. Qaranglar, 08 ga qo'yaman. Mana ozgina uzoqlashtirib berdi va o'rtoqlar yana birga qaytarib qo'ysam bo'lar ekan. Mana shu narsasi menga yoqdi. Selfie kamerasiga video sifatiga keladigan bo'lsak,
Xo'p, yomon emas, lekin baribir misol uchun 8 dollar deganda baribir bizga ko'z oldimizga kuchli smartfonlarning kamerasi keladi, lekin o'rtoqlar ularning kamerasiga yetib bora olmaydi. O'sha boya aytgandek, bu smartfon narxi qimmat bo'lganga yarasha boshqa narsasi uchun qimmat, ya'ni ergonomik tarafdan, komfort tarafdan, ya'ni material jihatdan qimmat bo'lishi mumkin, lekin o'rtoqlar yana o'sha gapda o'rtoqlar kamerasidan katta narsalar kutmaymiz. Misol uchun hozir yuzi terisini yaxshi chiqarib beryapti, lekin orqa tarafda ozgina muammolar bor. Xullas, shunaqa gaplar. Kamerasi maksimal darajada ko'rsatib berishga harakat qildim. Mana o'rtoqlar 750 dollar turadigan slim model, ya'ni ingichka smartfon haqida gaplashdik. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bu smartfon narxiga arziydimi degan savol sizni qiynayotgan bo'lishi mumkin. Agarda men o'zimga fikrimni aytadigan bo'lsam, ergonomikani yaxshi ko'radiganlarga juda ham zo'r variant. Masalan, shu kungacha Samsung S22, 23, 24, 25, 26, ya'ni ergonomikasi zo'r smartfonlar ishlatib kelganlar yoki Xiaomi 13 masalan, u ham ergonomik tarafdan juda ham qulay smartfon. Mana shu smartfondan zerikkanlar uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, bu smartfonni bitta ishlatib ko'rishi. Chunki bunda emotsiya osib bo'ladi. Men bu smartfondan yaxshigina emotsiya oldim. Menga ergonomikasi bo'yicha o'rtoqlar bu juda ham yoqdi. Aynan shunaqa kichkina smartfonni yaxshi ko'radiganlar, men o'ylaymanki, bu smartfondan 100% juda ham zo'r emotsiya oladi. Lekin katta o'lchamdagi smartfonga o'rganib qolganlarga bu umuman bo'lmaydi, chunki o'rtoqlar gamingga mos emas. Media uchun ham o'rtoqlar bu sizga misol uchun kichkinalik qilishi mumkin. Shuning uchun o'rtoqlar bu smartfonni men kimlarga tavsiya qilaman? Ergonomikasiga juda ham qattiq e'tibor beradigan smartfon foydalanuvchilarga bu smartfonni tavsiya qilgan bo'lardim. Xullas o'rtoqlar, bu smartfon haqida men o'zimga fikrlarimni bildirdim. Endi o'rtoqlar, sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq bo'ladi. Bu smartfonni nimasi sizga yoqdi? Bu smartfonni sizga nimasi yoqmadi? Albatta kommentariy yozib qoldiring. Men hammalarning kommentlarini o'qiyman. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha xayrli qolamiz. Aytgancha o'rtoqlar, agarda mana shu video sizga ozgina bo'lsa ham foydasi tekkan bo'lsa yoki video yoqqan bo'lsa, like va komment orqali bildirib qo'yishingiz mumkin. Sahifamga obuna bo'ling. Keyingi smartfon obzorlarini o'tkazib yubormaslik uchun. Sog' bo'linglar.